بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nabiy sallallohu alayhi vasallamning siyratini o'rganishlikdagi keyingi darsimizni boshlaymiz. O'tgan suhbatimizda Makkada yashayotgan Jurhum qabilasi bilan Xuzoa qabilasi o'rtasida jang bo'lgandan keyin Jurhum mag'lub bo'lganligidan Makkani tashlab chiqib ketishlikka majbur bo'lganligidan Zamzam qudug'ini ko'mib chiqib ketganligini aytdik. Hamda Xuzoa qabilasi 500 yil Makkaga hukmron bo'lib turganligini aytib o'tgan bo'ldik. Mana shu 500 yillik muddat o'tgandan keyin Qurayshga hukm qaytib o'tdi. Quraysh qabilasidan bo'lgan Qusoy ibn Kilab Xuzoa sayyidlar bilan talashib Makka hukmini o'zini qo'liga olgandan keyin mana aytdik 500 yildan keyin hukm qaytib Quraysh qabilasiga o'tdi. Qusoy ibn Kilabning farzandlari ko'p edi. Ulardan Abdumannofning farzandlaridan Hoshim, Muttolib va boshqalar. Hoshimning farzandlaridan Shayba. Bu Shayba Hoshimning farzandi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bobosi. Mana biz bilganimiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bobosining ismi Abdul Muttolib. Uning o'zining asl ismi Shayba bo'lgan, Abdul Muttolib deb ismlanib qolishining tarixi quyidagicha bo'lgan. Abdumannofning farzandlaridan bo'lgan Hoshim Makkani tashqarisidagi bo'lgan bir qabiladan uylandi. Ana shu qabiladan uylangan ayol nihoyatda nasl nasabi baland, sharafi nihoyatda bir oliy bo'lgan oiladan bo'lganligi uchun Hoshim u ayolga bu ayol o'zini qavmining ichida yashashlik sharti bilan uylandi. Ya'ni Hoshim uylandi, bu ayol Makkaga kelmaydi. O'zini qavmdoshlari bilan yashaydi. Shu shartga ko'nib Hoshim uylandi. Hoshimga bu ayoli Shaybani tug'ib berdi. Shayba tabiiy ana shu nikohdagi shartga ko'ra onasi bilan birga yashadi. Hoshim Qusoy ibn Kilabning zurriyotidan, Makkaning eng hurmatli kishilaridan vafot etganidan keyin Shayba o'zini yurti Makkaga qaytib kelishligi kerak bo'ldi. Hoshimning farzandi Shaybani amakisi Muttolib borib, onasidan Makkaga qaytarib olib kelishlikka ruxsat so'radi. Bu ayol qanday qilib meni bolam olib ketib qolasan? Men bilan yashash kerak deganida Muttolib aytdiki, seni o'g'ling Shayba Qusoy ibn Kilab zurriyotidan, oliy nasablardan, o'zini qavmini orasidan boshqa joyda yashashligi to'g'ri bo'lmaydi. Onasi rozi bo'lmay turgan paytda Muttolib aytdi, seni bolang Shayba balog'at yoshiga yetdi. Ixtiyorni o'ziga beramiz. Xohlasa sen bilan qoladi, xohlasa men bilan ketadi. Shaybaga bu ixtiyor berilganda, Shayba bu nasl nasab, sharaf degan narsa arablar uchun nihoyatda bir baland tutilgan narsalar, qadrli narsalar. Otamning qabilasi o'zimning asl vatanimga Makkaga ketaman dedi. Amakisi Muttolib bilan Makkaga Shayba qaytib keldi. U davrlarda qul sotib olishlik keng tarqagan urf odat edi. Muttolib amakisi, Shaybaning amakisi Muttolib o'zi mingan tuyani orqasiga jiyani Shaybani uchqashtirib Makkaga olib keldi. Odamlar ko'rib Muttolib qul opti yangi Muttolibning quli Abdul Muttolib deb nomlashadigan bo'ldi bu bolani. Ya'ni Abdul Muttolib degani Muttolibning quli degani. Keyinchalik Shayba degan ismi yo'qolib, Abdul Muttolib degan ism bilan mashhur bo'lib ketdi. Demak biz bilgan Abdul Muttolib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bobolari asli o'zining ismi Shayba bo'lgan. Abdul Muttolib mana Shayba Makkaga keldi va Makkada yashashni davom ettirdi. Abdul Muttolib ulg'aydi, uylandi, farzandli bo'ldi. Uning birinchi farzandi ismi o'g'il Xoris edi. Xoris katta bo'ldi, kuch-quvvatga to'ldi. Mana shu paytda Abdul Muttolib tush ko'rdi. Tushida bir kishi kelib Tibani kavladi. Abdul Muttolib tushida Tiba nima deb so'radi. Nido qilish ketib qoldi. Ertalab uyg'ondi, bu ko'rgan tushini ta'birini bilmasdan hayron bo'ldi. Ertasi kuni tush ko'rdi, yana tushida haligi kishi kelib Barroni kavladi. Barro nima deb so'radi, nido qilish yana ketib qoldi. Yana bu tush oddiy tush emasligini tushunib yetdi Abdul Muttolib. 3-kuni tushiga kirdi haligi kishi yana mazmunani kavladi. Mazmuna nima deb so'radi, nido qilish yana ketib qoldi.
Bu tush paydarpay 3 kun takrorlanishligi Abdul Muttolibni haqiqatan o'ylantirib qo'ydi. Ya'ni bu oddiy tush emas. 4-kuni nido qiluvchi kelib, tushida Zamzamni kavladi. Zamzam nima deb so'radi. Zamzamni bular bilishadi. Ismoil alayhisalomga berilganligi hamda buni Jurhum ko'mib tashaganligi 500 yildan beri Zamzam yo'qligi bularga ma'lum, lekin qayerdaligini bilishmaydi. 4-kun Zamzamni kavla deganidan keyin Abdul Muttolib tushida Zamzam nima deb so'raganida nido qiluvchi ketmadi. Davom etkizdi. Suvni isrof qilmasdan, bosh tortmasdan buyuk hojilarni sug'orasan. U najosat va qon orasi, ola qorg'ach o'qigan yer, chumolilar qishlog'i oldida. Zamzam qudug'ini o'rnini aniq belgilab berdi. Abdul Muttolib uyg'ondi, Zamzamni kavlashlik kerakligi Alloh tomonidan unga bir ilhomlantirganligini tushundi. Endi chiqib Ka'bani oldida ana shu aytilgan belgilarni istashga tushdi. Ertalab turdi, o'g'li Xoris bilan Ka'bani oldiga bordi, aytilgan alomatlarni istay boshladi. U najosat va qon orasi. Hech yerda najosat ham ko'rinmas edi, hech yerda qon ham ko'rinmas edi. Shunday o'g'li bilan qarab turgan paytda bir qavm bir sigirni olib kelib, Qurayshliklar sig'inadigan Isaf ismli butni oldida so'yishdi. Isof bilan Noila qissasini aytib berganmiz. Ka'bani oldida zino qilganligi uchun Alloh taolo ularni tosh qilib qatirib qo'ygan edi. Isofning oldida sigirni yotkizib so'yishdi. Sigirdan qon chiqdi. Birdaniga sigir o'rnidan qimillab turib ketdi-da, yurib qochib qoldi. Bo'g'izlangan, tomog'idan qon oqayotgan sigir qochdi. Ma'lum bir masofaga yetganda yiqildi. Qavm uni to'xtatib, shu yerda so'yib, nihoyasiga yetkazib, ichi chovoqlarni yorgan paytda ichidan najosat chiqdi. Demak, birinchi aytilgan alomat ko'rindi. Qon yo'li, ya'ni qon bilan najosatning orasi bor. Endi bu masofa juda ham katta. Buni kavlasa mashaqqatga tushib ketadi. Ozgina qarab turib, yana kuzatuvdi, chimalilarda qishlog'ini ko'rib qoldi. Ana shu qon ustida. Chimalilar uyki, lekin keng tarqab ketgan. Qayerdaligini aniq bilmaydi. Agar ana shu chimalilar tarqagan maydonni kavlasa, bu ham katta maydon. Shunday qilib turgan paytda qanotlarida oq pati bor. Bir qarg'a kelib, ana shu joyni cho'qayotganligini ko'rdi. G'urobul a'som deyiladi. Arablarda ana shu qanotini yoki patidarining ichida oq pati bor, qora qarg'a g'urobul a'som deyiladi. La tanzifu abadan va la tarum. Tasqi hajijal a'zam wa hiya bayna ar-rabsi wad-dam. Inda qaryatil naml, inda naqrati g'urobil a'som. Mana shu nido. Belgi aniq bo'ldi. Joy aniq belgilandi. Abdul Muttolib kavlashni boshlagan paytda Qurayshning boshqa kishilari kelib, nima qilyapsan? Isof bilan Noilaning o'rtasini kavlayapti, Ka'bani oldini. Biz senga Ka'bani oldini kavlashga yo'l bermaymiz. Uni man qilmoqchi bo'lishgan paytda o'g'li Xorisga qarab, Abdul Muttolib ularni mendan chalg'itib turib, nari turdilar dedi. Abdul Muttolibni to'saman deganlar o'g'li Xoris qaytarib ularni chalg'itib turdi. Abdul Muttolib kavlash bilan ovora bo'ldi. Kavlarkan hovuzning chetiga teriladigan toshlarga yo'ldi. Allohu akbar dedi. Shunda qavm Abdul Muttolib istayotgan narsasini topganligini tushundida, nimani kavlayapsan deganda, Zamzamni dedi. Tek qo'yib berishdi. Kavladi, Zamzam suvi chiqdi. 500 yillik suvsizlik vaqtidan keyin Zamzam yana chiqdi. Bu sharaf edi. Chunki Ka'ba oldida suv, yana Zamzammi? Bundan ortiq nima sharaf bor? Biroq mana shu 500 yillik vaqt ichida Makka ahli suvni tashqaridan olib kelib ichishadi. Ustiga ustak, hojilarni sug'orishlik uchun katta miqdorda suv kerak bo'lardi. Buni ham Makkani tashqarisidan olib kelishardi. 500 yillik mana shu suvsizlik mashaqqatdan keyin Ka'baning oldidan suv chiqdi. Bo'lib ham Zamzam chiqdi. Quraysh biz sherimiz senga Abdul Muttolib deydi. Abdul Muttolib qani menga sherik bo'lasizlar? Men kavladim buni, menga bildirildi dedi. Xullas Quraysh ham Abdul Muttolib ham o'jalik qilib talashib turishdi. Oxirga kelishilgan narsalar shu bo'ldiki, o'rtamizda hakam belgilaylik, shu hakam hukm chiqarsin. Qayerga boramiz? Banu Sa'd kohinasiga. Ya'ni ularning hayotini bu shirk tarqagan davrdagi hayotda kohinlar, munajjimlar, sehrgarlar boshqaradi. Ya'ni inson Allohni tanimasa,
Allohga suyanmasa, rizq Allohdaniga ishonmasa, Robbisini tanimasa nima qiladi? Shunaqalarga boradi. Qurayshda ahvoli ham shu edi. Din yo'qligi uchun, Allohni tanimaganligi uchun baxshilar hal qilardi, kohinlar hal qilardi. Banu Sa'd kohinasining oldiga borishdi. Bu kohina Haybarga chiqib ketgan edi. Haybarga ketayotib, Abdul Muttolib bilan husumatlashayotgan o'rtoqlarini, qabiladoshlarini suv tugab qoldi. Sahro, issiq, suv yo'q, o'lishligi aniq bo'lib qoldi. To'xtashdi. O'lishlariga aqli yetganidan keyin nima qilamiz endi? Ishlar bittasi aytdiki, ularning orasidan kelinglar. Endi modomiki o'lishimiz haq ekan, o'zimizga qabr kavlab qo'yaylik bo'lmasa. O'lganda tirik qolgan ko'maveradi. Hammamiz ko'milmay qolib ketgandan ko'ra oxirida bitta odam qoladi. Qabrni kavlashdi. Sahro, suv yo'q, o'lishligini kutib o'tirishibdi. Shunda Abdul Muttolib, "Vallohi bu fikr emas" dedi. "Bu to'g'ri fikr emas. Vallohi bu ojizlik. Kelinglar yana bir marta istab ko'raylik suvni." Dedi-da, o'rnidan turdi. Tuyasini o'rnidan qimirlatganda tuya qattiqroq oyog'i bilan yerni urganida hali joyda nam paydo bo'ldi. Ozgina ochuvdi, suv ko'rindi. Suvni ishda qarab turdi, yana chiqdi. Sheriklarni ham o'sha suv bilan sug'ordi Abdul Muttolib. Suvni ishib, idishlarga quyib tirik qolishganidan keyin Quraysh aytdiki, husumatlashayotgan kishilar, Allohga qasamki, suvsiz bu sahroda senga bu suvni chiqarib bergan Alloh Zamzamni ham o'zi beribdi senga. Suv senga dedi. Zamzamni Abdul Muttolibga endi ular o'zlari berishdi, hech kim undan qolishmaydigan. Shunday qilib Siqoya, Zamzam hovuzi, qudug'i Abdul Muttolibning qo'liga o'tdi. Abdul Muttolib farzandlari ko'paydi. Uni jami farzandlarini adadi 10 o'g'il, 6 qizi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgunga qadar yashab o'tgan amakilari 5 ta edi. Payg'ambar bo'lgandan keyin tirik turgan amakilari 4 ta edi. Payg'ambarimizga vahiy kelguncha yashagan amakilari Xoris, Hijr, Muqaddam, Ziror, Zubayr. Payg'ambarimizga vahiy kelgandan keyin tirik bo'lgan amakilari Abbos, Hamza, Abu Tolib, uning ismi Abdumannop bo'lgan, Abu Lahab, uning ismi Abdul Uzzo bo'lgan. Mana shu 4 ta amakisi tirik bo'lgan. Bu amakilardan ikkitasi islomni qabul qildi. Hamza va Abbos, ikkita amakisi kufrda turdi, Abu Tolib va Abu Lahab. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ammalari Sofiya, Ummu Hakim, Arva, Barra, Otika va Umayma. Abdul Muttolib Zamzam qudug'ini kavlayotgan paytda Quraysh uni man qilmoqchi bo'ldi. Mana aytdik. Shunda bir dona o'g'li borligidan o'zini zaif his qildi. Agar o'g'il farzandlari ko'p bo'lganida uni himoya qiladiganlarning soni ko'p bo'lar edi. Shunda bir ojizlikni his qilib aytdiki, agar Alloh menga 10 ta farzand bersa, bittasini qurbonlik qilaman dedi. Allohga shukrona qilib, o'zimni azizligimni izhor qilib, bitta o'g'limni so'yaman dedi. 10-o'g'il bo'lib Abdulloh tug'ildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 9 ta amakisi va o'zining otasi Abdulloh bilan Abdul Muttolibning o'g'li 10 ta bo'ldi. Bu odamlar mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgunga qadar arablarning tarixini mana 7 darsdan beri o'qib gaplashyapmiz. Nima uchun? Vahiy kelganda ular biri qabul qildi, biri qabul qilmadi. Qabul qilgani mahkam turdi, qabul qilmagani ham mahkam turdi dushmanlikdan. Toki arablarning tabiatini bilib qo'yaylik, qanaqa insonlar bo'lgan bular. Nazarda ko'ring, 10 ta o'g'illi bo'lsa, bittasini so'yaman deyapti. Ha endi jahl usta aytib qo'ygan bo'lsa kerak-da. Keyin qanday so'yadi deymiz. Bular gapida turgan xalq bo'lgan. Shuning uchun Abu Jahlga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta kalima aytib qo'y. La ilaha illalloh kalimasini aytib qo'y, najotga yetishasan desa, "Ey Muhammad, 10 ta kalima ayt boshqa. Qaytaraman, lekin buni qaytarmayman" dedi. Nimaga? Chunki iloh kalimasini yaxshi tushunardi bular. Agar bu kalimani aytib qo'ysa, hayotini tubdan o'zgartirish kerak. Bular gapirgandan keyin javob bergan. Aytib qo'yar ekan, bir gap bo'lar bo'lmagan. Abdul Muttolib gapiga javob bera olgan arablardan edi. 10 ta bo'ldi bolasi. Abdulloh ham ko'zga ko'rinadigan bo'lib
ulg'ayib qoldi. Nazriga vafo qilishlik vaqti keldi. Ka'bani oldida o'tirgan kohinga borib, men mana bunday nazr qilganman. Sen Qur'a tashlab, ana shu 10 ta farzandidan bittasini tanlab ber, men uni so'yaman. Qur'alarni yozishlarni yozdi, tashayapti, Abdul Muttolib duo qilyapti. Parvardigor, Abdullohdan boshqa qasinsiga tushsa mayli, faqat Abdullohga tushmasin. Chunki kenjasi eng yaxshi ko'rgan farzandi. Deb turuvdi, birinchi bo'libcha kimga tushdi? Abdullohga tushdi. Bular aytdik, erkak bo'lgan, gapida turgan bo'lar. Abdullohni yetalab so'ygan aqishib ketyapti. Qo'lida pichoq Abdullohni so'ygan aqishib ketyapti. Quraysh, "Ey Abdul Muttolib, nima qilmoqchisan?" "Ha, men nazr qilganman, so'yman, tamom, gap tugadi, gap so'ydi." "Yo'q, to'xta, so'yma, yo'q, so'yaman." Tortdi, Abdullohni shilib qo'ydi boshini. Abdullohni Ashaj deyiladi. Tilib qo'ydi pichoq bilan. "Ey Abdul Muttolib, bunday qilmagin. Agar sen so'ysang, arablarda sunnat bo'lib qolmasin bu ish. 10 o'g'il ko'rgan bittasini so'yishga to'g'ri kelmasin. Qo'y, bunday qilma dedi. Men nazr qilganman, so'yaman dedi. Mushkullarni qanday hal qilamiz? Yana kohinga boramiz. Yana u Banu Sa'd kohinasiga borishdi. Borib turib dardini aytishdi. Bu so'yaman deb nazr qilgan, biz so'ydirmaymiz deyapmiz, nima qilaylik? Kohin aytdiki, oranglarda bitta odam ikkinchi odam o'ldirsa, diyasiga qancha to'laydi dedi? 10 ta tuya. Abdulloh bilan 10 ta tuya o'rtasida Qur'a tashlaylar. Tuyani Qur'asi cheki tushsa, tuyani so'ylar, Abdulloh omon qoladi. Agar Abdullohniki tushsa, 10 ta tuyani ajratinglar, yana tashlaylar tuya bilan Abdulloh o'rtasida Qur'ani. Abdulloh tushsa yana 10 ta tuyani qo'shilar, xullas, to Abdulloh qutulgunga qadar chekni tashlaydilar. Qaytib kelishdi. 10 ta tuya bilan Abdulloh o'rtasida chek tashashdi. Birinchi marta olishganida Abdullohning cheki tushdi. 10 ta tuyani ajratishdi, qaytadan olishdi. Yana Abdullohniki tushdi. Shunday qilib 10 marta Abdullohning cheki tushdi. 100 ta tuya to'plandi. 100 ta tuya jamlandi. 11-marta olishganida tuyaning cheki chiqdi. Abdul Muttolib hisobpas boshqatdan dedi. 12-marta oluvdi, tuyaniki chiqdi. 13-marta olganda tuyaniki chiqqandan keyin 10 marta Abdullohning cheki, 3 marta tuyani cheki chiqqandan keyin bo'ldi, roziman dedi. 100 ta qurbonlik tuya so'yilib, Abdulloh tirik qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Ana Ibnul Zabihayn, men ikkita qurbonlikka atalgan kishini farzandiman. Birinchisi bobolari Ismoil alayhissalom qurbonlikka olib chiqib so'yilib, o'rniga qo'chqar so'yilgan, so'yilmasdan. Ikkinchisi o'zining otalari Abdulloh ibn Abdul Muttolib 100 ta tuya badal evaz berilib, Abdulloh tirik qoldi. Demak, shunday qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otalari Abdulloh tirik qoldi. Abdulloh ulg'aygach, Abdul Muttolib uni uylantirdi. Makkadan uylantirmadi. Madinaga, ya'ni u paytda Yasrib deyilardi. Yasribga olib borib, Vahibning qizi Ominaga uylantirdi. Bu Vahib ham Quso ibn Kilabning zurriyotlariga borib taqalar edi. Ominaning onasi esa mana Madinalik, Yasribdan edi. Demak, payg'ambarimizning sollallohu alayhi vasallam onalari ham Ismoil alayhisalomning sulolasidan, oliy nasab kishilardan edi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nasl nasabiga hech qanday ta'na alomat bo'lishi mumkin emas. Yasribda uyladi, Makkaga olib keldi. Omina payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga homiladorligi 2 oy bo'lgan kunda otasi Abdulloh vafot etdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali tug'ilmasdan turib yetim bo'ldi. Hali onasining qornida turganda otasidan ayrildi. Payg'ambarimiz ota degan so'zni gapirmagan ekan. Omina Nabiy sollallohu alayhi vasallamga homilador bo'lib turar ekan, tug'ishligidan avval tush ko'rdi. Avvalambor Ominani homilador bo'lishligi boshqa ayollarni homilador bo'lishidan farqli bo'ldi. Homilador ayollar chekadigan mashaqqat, qiyinchilik, og'ir alamlarni birortasini sezmadi. Nihoyatda yengil bo'ldi homilasi. Tug'ishligi ham xuddi shunday bo'ldi. Hech qanday bir mashaqqatsiz, mehnatsiz. Omina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tug'ishligidan avval tush ko'rdi. Tushida bir o'g'il tug'ishini ko'rdi. Va bu bola bilan birga butun dunyoni, mag'rib va mashriqni yoritadigan bir nur chiqqanligini ko'rdi. Hamda tushida Omina o'zi mushrik bo'lganiga qaramasdan, ular mushrik bo'lgan.
Quyidagi duoni o'qirib. U'iduhu billahil vahid min sharri kulli hasid. Mazmuni mushrik bo'lgan holatda aytayotgan duosi shuda. Yagona bo'lgan Allohdan uni har qanday hasadgo'yning yomonligidan panoh berishini so'rayman. Ya'ni mushrik o'zi. Lekin bu duosi muvahhid, Allohni yakka deydigan kishilarning duosi edi. Eng rojih so'zlarga ko'ra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Fililida tug'ildi. Fililida Abroha Ashram Ka'bani buzishlik niyatida kelganida ilohiy mo'jiza bilan uni Alloh halok qilgan kundan boshlab yil sanashgan Filila. Robiul Avval oyining 12-sida dushanba kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoga keldilar. U zotni dunyoga kelishida juda ko'p mubashshirotlar bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning buyukligi u zotni tug'ilayotgandagi bo'lgan mo'jizalar bilan emas. U zotni buyukligi olib kelgan manhaji bilan, risolati bilan, hidoyati bilan, nur bilan. Lekin tug'ilishligidan avval sodir bo'lgan mana shu mubashshirotlarni aytib o'tamiz. Hasson ibn Sobit roziyallohu anhu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shoiri. Bu kishi Madinalik bo'lgan. Bu kishi aytadi: Nabiy sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan kunda men yahudiylarning qal'alaridan birida turar edim. Ana shu qal'alarning birida turar edim, 7 yoshda bo'ladi bu kishi. Shunda yahudlarning rohiblaridan biri bir qal'aning ustiga chiqib turib, "Ey yahudlar, Ahmad ismli nabiy tug'ilgandagina zohir bo'lib ko'rinadigan qizil yulduz ko'rindi kechqurun" dedi. 7 yashar Hasson ibn Sobit mana shu so'zini eshitdi. Yahudlarning kitoblarida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida, Nasroniylarning kitobida ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida ma'lumotlar ochiq, ravshan bayon qilingan edi. Ey Muhammad alayhisalom, ular sizni deydi Alloh taolo. O'zlarini o'g'il farzandlarini tanigandan ham yaxshiroq tanishadi deydi. Alomatlari, tug'ilishligi, sifatlari bayon qilingan. Nimaga iymon keltirishmagan? Yahudlar o'zlaridan chiqishligini kutar edi. Yahudlardan bo'ladi deb kutar edi. Arablardan chiqqanligi ular o'jarlik qilishdi, kofir bo'lishdi. Omina Nabiy sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishligida hech qanday bir mashaqqatni sezmadi. Tug'ilishligi nihoyatda yengil bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilganida yerga qo'liga tayangan holatda tushgan. Qo'li bilan bir siqim tuproqni ushlab osmonga boshini ko'targanligi rivoyat qilinadi. Hamda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xatna qilingan holatda tug'ildi. Kindik tomiri kesilgan holatda tug'ildi. Bu Alloh taoloning bir Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bergan bir karomatlaridan edi. Arablarning odatiga ko'ra qozon yopib qo'yishadi ustiga. Omina mana shunday tush ko'rdi. Tug'ilishligida mana shunday ishlar bo'ldi. Birinchi bo'lib bu nabirasini bobosi ko'rsin deb turib, ustiga qozon yopib qo'ydi. Ya'ni arablarning sayyidlarining bolasi. Qurayshning oqsoqolining nabirasi. Ismoil zurriyotidan. Mana shunday bir kalomatlar bilan, ajoyibotlar bilan tug'ilgandan keyin bu bolani birinchi bo'lib bobosi ko'rsin dedi, qozon ustiga dimlab qo'ydi. Abdul Muttolib mana shunday bir karomatlar bilan nabirasi tug'ilganidan keyin aytdiki, Allohga qasamki, bu bolamda bir ulug' ish bor. Keldi, nabirasini qo'lga olaman deb qaraganda, qozon qoq o'rtasidan bo'linib, ikki tomon yiqilayotgan. Payg'ambarimiz osmonga qarab yotgan edilar. Bu nabirasini ko'tardi, hali ism qo'yilmadi. Ko'tarib Ka'batullohga olib kirib, Alloh taologa hamd sanolar aytdi. Hamda ismini Muhammad qo'ydi. Bu vaqtgacha Muhammad ismi arablar orasida qo'yilgan emas edi. Rivoyatlar qilinadi, shayton 4 marta chinqirab o'kirgan, alam qilganligidan. Birinchisi Allohning dargohidan quvilganida. Ikkinchida jannatdan yerga tushirilganida. Uchinchidan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilganda mana shunday dodda baqirgan. To'rtinchisi Fotiha surasi nozil bo'lganda. Allohu a'lam. Muhammad ismini qo'yishligining tarixi quyidagicha bo'lgan. Abdul Muttolib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilmasdan turib o'zini 3 ta hamrohi bilan Shomda safarda yurardi. Shomda yurar ekan, yahudlarning rohiblaridan biri kelib, "Qayerdan bo'lasizlar?" "Makkadan boramiz." "Arab jazirasidan" dedi. "Oxirgi zamonda nabiysi chiqadi, bitta nabiy qolgan chiqadi" dedi.
Xullas, ko'p narsani gapirdi. Bu to'rala kishi uni ismi nima deb so'raganida, bu rohib Muhammad deb javob berdi. Hal bu vaqtgacha aytdik, hali arablar o'rtasida Muhammad ismi qo'yilmagan edi. Bu to'rala kishi Makka ga qaytib kelgandan keyin niyat qilishdi. Alloh o'g'il bersa, albatta Muhammad deb qo'yamiz deydi. Abdul Muttolibning farzandlari endi katta bo'lib qolgan, farzand ko'rmay qo'ygan edi. U niyat qildi, o'g'illaridan birortasi o'g'il ko'rsa, ismini Muhammad deb qo'yaman degan edi. Mana shu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam tug'ildilar. Bu qolgan 3 kishi Sulaymon ibn Mujashi, Uhayha ibn Hallaj va Hamro ibn Robiyalar. Bular ham kelib o'g'il farzand ko'rishdi, ular ham Muhammad deb qo'yishdi farzandlarini. Nabiy sollallohu alayhi vasallam tug'ilganlarida koinotda juda bir katta bir o'zgarishlar, ajoyibotlar bo'ldi. Ana shu davrdagi eng qudratli bo'lgan Fors mamlakatini qasri titradi. Mana shu titrashlikdan 14 ta Iyon, biz tilda mana ayvon deyiladi. 14 ta balkoni yiqilib sindi. 1000 yillardan beri o'chirmasdan sig'inib kelayotgan o'ti o'chib qoldi. Hamda forslar, majuslar muqaddas deb sanaydigan Sava nomli ko'li tayyorlab suv kirib ketdi. Bu holatlardan qo'rquvga tushgan Kisro munajjimlarini, kohin sehrgarlarni chaqirib sababini so'radi. Mana Jin surasini tafsiriga bir murojaat qiladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgunga qadar jinlarning ma'lum bir toifalari osmonda bir joyga chiqib o'tirib, Lavhul Mahfuzdan xabardor bo'lgan farishtalarning o'zaro suhbatini eshitib, yerdagi sehrgarlarga yetkazib berishar edi. Ana shu munajjim sehrgarlardan so'raganida ularga jinlar mana shu javobni berishdi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Astagfiru billah va anna kunna naqudu minha maqaida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Ha, demak jinlar eshitar ekanda farishtalarning gapini. Demak sehrgarlar ertaga nima bo'lishini bilar ekanda degan xulosa kelib qolgan bo'lsa, quyidagi oyatga quloq solamiz. Alloh taolo aytadi: Albatta bizlar ilgari osmondan ayrim joylarga farishtalarning so'zlarini o'g'rincha eshitib olish uchun o'tirib olar edik. Jinlar gapiryapti. Endi hozir, ya'ni Muhammad alayhisalom payg'ambar qilib yuborganlardan keyin esa kim qaysi jin o'g'richa eshitar bo'lsa, uni kuzatib turgan bir uchar yulduzni topar. Ya'ni endi eshitib tushadigan bo'lsa, bitta yulduz kuydirib tashlaydi uni deyapti. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lguncha jinlarning ba'zilari farishtalarning gapini eshitib, yerdagi sehrgarlarga yetkazib qo'yishardi. Payg'ambarimiz tug'ilganda bo'lgan alomatlarni, kalomatlarni mana shu sehrgarlar quyidagicha Kisroga ta'riflab berishdi. Sehrgarlarning jinlar olami bilan aloqasi bor. Jinlar ularga bu ishlarning sababini aytib berdilar. Ular aytishdiki, bu hodisalarning bari bir nabiy tug'ilganligi sababli bo'ldi. Yiqilgan 14 ta ayvon, balkonga kelsak, buni buyog'iga Fors podshohlaridan 14 tasi qoladi. Keyin Fors mulki yo'q bo'ladi deydi. Kisro shunda 14 ta podshoh kelsa, mendan keyin uzoq ekan hali dedi. Lekin mana shu davrda podshohlik qilgan Kisro vafot etgandan keyin 4 yil ichida mulkni talashib 10 ta Kisro almashdi. Bular bari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishlik arafasida bo'lgan, tug'ilgan paytda bo'lgan ajoyibotlar. Inshaalloh keyingi suhbatimizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ulg'ayishligi va sut emishlik tarixini o'tgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.